aslida bu amaliyot qanday o'tkazilishi kerak edi va amalda qanday bo'lmoqda? Qon tekshiruvlari aytaylik qanday holatda bo'lganda natijasida sunnat qilinmasligi kerak. Sunnat qilinmasligi masalan shamollash belgilari bo'ladigan bo'lsa, leykositlar qon tahlilida baland chiqishi mumkin normadan. Ayrim holatlarda masalan qon ivishida buzilishi mumkin. Svertimislari normadan baland bo'ladigan bo'lsa, unaqa holatlarda ham tavsiya etilmaydi o'sha payt sunnat qilish. Chunki sunnat qilingandan keyin ertaga qonab ketishi, qon to'xtamay qolish xavflari bo'lishi mumkin. O'sha holatlarni bartaraf qilish maqsadida o'sha holatlar kuzatilsa, vaqtincha to'xtatib turishga to'g'ri keladi, keyinroq qilinadi. Biroq operatsiyadan avval Elxandan hech qanday tahlil olinmagan. Elxan bilan bog'liq holatdan bir hafta o'tgach, shu tibbiyot birlashmasida yana bir bola sunnat amaliyotidan so'ng nobud bo'lgani xabar qilindi. Uyga borgandan keyin ko'rdi, qonamagan, netmagan, yaxshi. Shu kuni kestirganimizda shu soat 2 ichlarida keldik peshinga tomon. Birinchi kun shu kestirgan kunimiz o'tdi, ikkinchi kun badanlarini qoshilab, ikkinchi kunni badanlaridan qizilcha chiqdi. Uchinchi kundan toza bilinib, hamma tomonidan badanidan qizilcha bosib ketdi, donacha. Ovqat yemay, ishtahasi yo'q, ovqat yemadi, faqat temperaturasi tushmaydi, suv ichadi, faqat suv ichadi, ovqat yemaydi. Temperaturasini tushiramiz deb yoqqa doktorga shoshilinchga olib bordik. O'sha Sherzod doktorning oldiga olib bordim. Ertasi kunimi? Ha, ertasi kun. Sherzod doktorning oldiga olib bordim, tekshirdi, ko'rdi, sunnat qilingan joylarni pervozga qildi, allergiya dedi. Allergiya bo'lgan dedi, hech narsa qilmaydi, o'tib ketadi dedi. Nima, Vishniska maz olib keltirdik, Vishniska mazdan pervozga qilib jo'natdi. Keyin dietistga kiringizlar dedi, dietistga tekshirtirib ko'ringizlar dedi, shunga qarab sizlarga ukol dori yozib beradi dedi, shu yerda qilib ketasizlar dedi. Keyin temperaturalarni tushirdik, shu yerda ukol qildi hamshiralari. Hoziroq tushdi, ukollarni olib keldikda yana o'rnidan turmaydi, harakati ham yo'q, faqat yotadi, uxlaydi, ko'zini ochmaydi, faqat uxlaydi. Suv sasa suv deydi, ko'zini ochmay uxlab faqat turadi, uxlaydi. Shu arada necha kun o'tdi? 3 kun, 4 kun o'tdi-da. Oboraman, olib kelaman, oboraman, olib kelaman. Temperaturasi tushmaydi. Faqat shu kuni shu oxirgi kunidan bir kun oldin oqshom shu kuni isitma qilmadi. Yaxshi yotdi. Ertalabga o'rnidan turdi, suv dedi, suv berdik. Keyin mevalardan qilingan kompot ochilgandi, kompot berdim. Yegani shu 4 kun ichida 4 kun ovqat yemadi, hech narsa yemadi.